Assalomu alaykum metal markab obunachilari. Mana bugun Andijon viloyati Paxtabod tumanidamiz. Bu xonadonimiz 2 qavatli bo'lgan. Undan tashqari Metal Mart kompaniyamiz tomonidan Nerjaveka mahsulotlaridan perillalar ustanovka qilganmiz. Bu perillalarimizni Soy filial tomonidan ustalarimiz kelib o'rnatib topshirib ketgan. Hozir bu yerda Soy filialimizni ish boshqaruvchisi Islom akam ham kelgan. Islom aka, bu xonadonimizga qaysi fasonda, necha metr perilla ustanovka qilingan aka? Hop, 20 metr. Fasonimiz high-tech fasonda. High-tech fasonni tepasida ekstraletli qilib berilgan. Bularimizni 1 metri 850 ming so'mdan ustanovka qilib, hamma xizmati ichida qilingan. Tumbalarimiz alohida. Tumbalarimizni bir donasi 455 ming so'mdan qo'yib berilgan. 450 ming so'mdan boshlanadi. 450 ming so'mdan boshlanadi. Buni qadrdonlar gold rangi ham bor. Juda o'zi modellarimiz juda ko'p. Bu xonadonimizni qayerlariga xizmat ko'rsatganmiz aka? Shu 2-etajga chiqish 2 etajli balkonlarimizga qo'yilgan. Balkonlarni ham bitta ko'ramiz. Qamdo'ramiz. Mana odam kallasi sig'maydigan darajada bo'lgan. Bu yoqlari ham mustahkamligi, mana bemalol mustahkamligi, ana mustahkam bo'lgan. Podvaldan chiqish qismiga ham perilla ustanovka qilganmiz. 5 ga 5 profilda high-tech fasonda qo'yilgan. Mana bu tepa qismiga ham bezopaslik bo'lish uchun high-tech fasonda xuddi shu fasonda bir xilda qilib qo'yib terib berganmiz. 5 ga 5 profillarni. Bu tomonga ham tumbalarni qo'yganmiz. Ko'rib baho berishinglar mumkin.